Do'stlar, tirikchilik ham qiyin bo'lib ketdi. Hozirgi kunda pul topish nihoyatda qiyin. Mana shu bola ham qaranglar, optovda 55 gradusda, ya'ni qiynalib mana shu yerda ishlab yuribdi deb o'ylasalar xato qolasizlar. Mana shu bolamiz hozir mana shu 4 sotiga narsa ekib turib, 200 million so'm sof foyda ko'rayotgan, ya'ni yiliga ekan. Bu nima desalar, endi do'stlar, ya'ni kavrak biznesi bo'ladi. Ham buni ko'chat sotiladi, ham urug' bo'ladi. Butun dunyo bo'yicha eng qizig'i, buni navi 3-o'rinda turar ekan, yaxshisi bo'lar ekan. Bundan qanaqa qilib foyda ko'raman desalar, ya'ni Hindistonda bilasizlar, gigiyena yo'q bo'ladi. Buni ya'ni dorilik o'rniga ishlatishadi, ya'ni 100% foyda bo'ladi. Buni qanaqa qilib ekaman desalar, nomerlarni pastda qoldirdik. Undan tashqari do'stlar, endi Hindistongacha borish shart emas, ya'ni tabiiy toza dori ishlab chiqarishyapti. Kavrakni urug'idan, ya'ni 3-sorti, yaxshi oliy navligidan bo'ladi. Bu ya'ni tabiiy bo'ladi, hech qanaqa nima bo'lmaydi. Eng qizig'i, tevasida narsasi, ya'ni jelatinli yog', ya'ni cho'chqa yog'dan ishlamagan bo'ladi. Buning nimaga foydasi bor sana? 21-asrda ko'proq suvayaga yerdirilishi, undan tashqari mana shu yozib qo'yilgan hamma yoqqa ishlaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, 300 ming so'm agar foyda olmasana akalarimiz pullarni 100% qaytarib beramiz deyapti. O'zbekiston bo'ladi, dastavka ustanovka 100 gacha bo'ladi. Kimgadir kavrak biznesi yoki mana bunday tabletkalar kerak desana, akalarimiz nomerlarni pastda qoldirdik.